Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugundan boshlab React.js'ni o'rganishni boshlayman. Takrorlayman ham va hozir biz White saytiga kirib olamiz va React papkasini ochib olamiz. Mana bu yerda ochish kodi berilgan. npm create white lattice degan. Buni copy qilamiz va terminalda yozamiz. Full stack journey deb yozamiz. Demak, full stack journey is not empty. Please choose how to proceed. Cancel operation, remove existing files. Demak, hozir desktopda shunaqa papka bor deyapti. Shuning uchun biz o'tgan safar yozganimiz uchun hozir ko'rsataman. Biz papkani ochib olgan edik o'tgan safargi videoda. Full stack journey deb bir yozgandik. Shunchaki boshlashni start berildi va yozgandik. Shunga bu yerda papka bor deyapti. Remove existing files and continue ni bosishimiz kerak. Buning uchun buni bossak, bu yerdagi HTML fayllar o'chadi va bizga yangi fayllarni yaratishga yordam beradi bu komanda. Demak, bosdik. Select a framework. Biz React'ni tanlaymiz va Enter'ni bosamiz. Select a variant. Biz hozir JavaScript variantini tanlaymiz. Install with npm and start now. Yes ni bosamiz. Demak, hozir bizga papkani yaratib beryapti. Demak, hozir o'rnatib bo'ldik va bizga localhost linkini beryapti. Bu yerda run qildi mana. Whitening dastlabki o'zi shablon qismlari berilgan bu yerda. Get started degan so'zlarni ko'ryapsiz bu yerda. Bular hammasi shablon yaratilgan bu papkada. Demak, hozir biz buni o'chirib Ctrl S ni bossak to'xtatiladi. Mana terminate page job. Yes ni bosamiz. Demak, biz hozir cd full stack journey qilishimiz kerak va kod nokta. Bu kod nokta bizga VS Code'da shu full stack journey papkasini ochishga yordam beradigan buyruq hisoblanadi. Demak, biz kod nuqtani bosdik va enterni bossak bizga hozir VS Code'da mana shu papkani ochib berdi. Endi bizga terminal kerakmaydi. O'chiramiz va bugun bizning birinchi o'rganishimiz oddiy cart komponentini yaratamiz. Buning uchun your first component degan bo'limni ochib olamiz. React Dev degan veb-saytdan. Demak, your first componentni o'rganamiz hozir. UI building blocks. My first component. Demak, hozir buni o'zim bilganim uchun o'zim ishlatib ko'raman hozir. Demak, keraksiz fayllarni o'chirib turamiz hozircha. Bularni hammasini o'chiramiz va bu yerga import cart from cart mana. Demak, hozir buni topa olmayapti, chunki biz hozir bu yerda faylni yaratishimiz kerak. Cart.jsx degan. Cart.jsx yaratdik. Cart is declared, but its value is never read. Fast refresh only works when a file has exports deyapti. Biz kartni yaratdik-ku,
eksport qilganimiz yo'q. Hozir import demaymizmi? Yaxshi. Function card hozir function card return demak bu yerda hozir yaratib boramiz. Div yaratamiz bu yerda. Div bu yerda buning class name'i, bu yerda class name HTML'da class deb yozilar edi, React'da esa class name deb yoziladi classlar. Class name my card deb yozib qo'yamiz va bu yerga h1 yo'q, salom demaymiz. Card berildi. Mayli. Yana o'sha so'zni yozib qo'yamiz va ichiga nima deymiz? Bularni mayli, keyinroq yozamiz buni. Hozir eksport qilishimiz kerak. Buning uchun export default card deb yozamiz. Shundan keyin bu yerda ishlatsa bo'ladi. Return bu yerda bunaqa xato yozdim. Nimadir xato. Let's refresh. Let's refresh only works when the file has export. Default card. Bu yerda yozilgan. Mayli, yana hozir xatoliklar bo'lsa tekshirib olamiz. Buning uchun mayli terminalga kirib npm run dev deb yozishimiz kerak. npm run dev. Buning uchun npmni o'rnatib olgan bo'lishimiz kerak edi. npm install qilib olasiz. Agar o'rnatmagan bo'lsangiz, npm run dev deb yozsak, bizga run qilib beradi. Localhost ochib olamiz buni. Hozir hech qanday CSS yo'q. Shuning uchun ham ko'rinmayapti va bu errorlar uchun ham ko'rinmayapti shekilli. Hozir card uchun CSS faylini yaratib olamiz. My card background linear gradient to right or to right ko'kroq rang va yana shunaqa rang tanlaymiz va ozgina o'zgartiramiz va heading beramiz 0 pixel, width beramiz, width 200 pixel, height ham 200 pixel bo'ladi, border radius 10 pixel bo'ladi. Hozir xatolik bo'layotgani uchun bu yerda eksport bo'lmayapti. Bu xatolik qayerdan kelyapti? Albatta AppJSX'dan. Chunki biz bu yerda xato qildik. Nima qilamiz? Bu yerga Copilotdan ozgina yordam olib olamiz. Bunga komponent yaratdagi xatolarimni to'g'rilashda yordam ber. Endi hozir komponent yaratishda shunday xatolikka duch kelyapman.
Start berildi. Return. Voy, uzr. Oddiygina divni yozmaganim uchun eslini xato berayotgan ekan va export default app qilmayapman. Juda katta xatolik bo'ldi. Buning uchun uzr so'rayman. Boshidan yozishga qaror qildim. Uzib tashlayman va app JSX deb yozaman. Hozir kopilotni o'chirishim kerak, bo'lmasa ko'p bezovta qilishi mumkin. Hammasi hozir joyida. Function app. Return. Div. Uning ichida chunki bu yerda import qilingan. Burada xatolik. Uzr. Va mana bizda to'liq hozir ulandi. Men hozir katta xatoliklar qildim. Buning uchun uzr so'rayman. Men React.js'ni ko'p vaqtdan beri takrorlamagandim. Men hozir React.js'ni sal unutganim uchun errorlar chiqara boshladim va errorlarimni o'zim tuzatdim hozir. Demak, hozir bu yerdagi piksellarni kamaytiramiz. Padding 20 piksel bo'lib va H1 da yozgan ekanman. Buni fotoga yozib qo'yaman. O'zgartiraman. Mana start berildi. Demak, colorni white qilamiz. Start berildi. Buni margin nol qilib qo'yamiz. Margin nol alfa. Shunda o'rtadan chiqadi va margin top 30 piksel. Yoki 50 piksel. Shunda sal ortadan chiqishi kerak. Yoki 100 piksel berib ko'ramiz. Mayli. Juda zo'r bo'ldi. Demak, start berildi. Xullas, biz bugun developning birinchi kunini o'tyapmiz. Bugun biz React Dev dokumentatsiyasi va whiteningidan foydalandik va biz o'zimizning komponentimizni yaratdik. Card komponentimizni start berildi deb yozdik, lekin bu yerga devlog day 1 deb yozib qo'ysak judayam mos tushar edi. Zo'r. Endi keyingi videoda biz yana mukammallashtiramiz bu o'rganayotgan narsalarimni va o'sha bu yerda berilgan tic-tac-toe'ni React'da qilishga harakat qilib ko'ramiz. Bu yerda kodlari berilgan, lekin biz shuni mustahkamlab yaxshiroq qilishga harakat qilamiz. Xullas, hammaga rahmat. Aytib o'tganimdek, keyingi darsda biz React'ni yaxshiroq o'rganishga harakat qilamiz. Siz bilan Azizbek bo'ldi va ko'rishguncha.